Abbo, sekin olma. Ya. Mashina yo'q-ku, ko'rmayapsan? Mashina yo'q-ku. Mana mashina. Qoch. Pravasi bor, lekin mashinasi yo'q bolalar haqida. Marhon, abokingiz nima bo'lgan? Bu pravo olganiga 2 yil bo'lyapti. Hayollarda yo'q mashinani minib yuradi. Siz g'alatiroq bo'lib qolganda. Vau, uka yangi mashinangiz zo'r ekan-a? Ha, Menda bo'lsa prava bor. Senda prava bormi? menda bo'lsa mashina bor. Sizda mashina bormi? O'tva. Mana pravani ancha-muncha katta mashinaga puli yetadigan akalaring ham hal qilib bera olmayapti. Meni pravam bor, lekin mashinam yo'q. Uka, mashinani men ham bitta haydab ko'ray, chekkaroqqa to'xta. Yo'q, bera olmayman. Xavotir olma, pravam bor. Yo'q, mayli, bera olmayman-da. Yo'q, nima bera olmaysan? Mana pravani menga mashina haydasin deb berishgan. Ertadan keyin men ham mashina olsam, menikini ham so'raysan, tvar. Uka, hammadan so'rasam mashinasini bermayapti. Mashinani bitta minib ko'ray, pravam bor. Yo'q, aka, pravangiz bo'lsa ham bera olmadan ham so'kadi. Voy, onasini emsan. Kerak emas. Keling, aka, bo'ldi, bitta minib oling. Ertaga men ham kreditga bo'lsa ham mashina olib turib, mashinalarimni ukalarimni so'rab beraman. Tushundingmi? Keling, bitta mining. Pas